Bunisini ham ko'rsatamiz. Ha, bu tay kirib ketadi. Bu mana tay kirib ketadi mana. Agar buzilib, netib qoladigan bo'lsa, o'zimiz borib, dastlabki xizmatni o'zimizdan borib, o'rnatib beramiz. O'sha material artib, yuvib ishlataverasiz mana. Ishlar mana nachos. Ichida mana Sintfon, hali atxot narsalar ishlatmaganmiz. Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Bugun biz Andijonda Jahon bozoridamiz azizlar. 17-noyabr kundagi sizlarga narxlarni ko'rsatib o'tmoqchimiz. Iceberg mebelga yetib kelganmiz. Bugungi videomiz sizlarga aynan yumshoq mebel haqida bo'ladi. Akalarimiz o'zlari ishlab chiqarishadi va butun O'zbekiston bo'ylab kelishilgan holatda dastlabki xizmatlari ham bor. Bu akalarni yaxshi taniysizlar, anchadan beri internetda ko'plab videorolik qo'yishgan. Xudo xolasa ishonchli. Telefon raqamlarini ekranda qoldiramiz. Videoni ko'rib bo'lgandan keyin zakaz bersanglar, manzillarga dastlabki qilib berishadi. Qadrdonlar, sizlarga Nurmuhammad aka bilan birgalikda video taqdim qilamiz. Aka, bu haqida ma'lumot berib o'tsangiz. Xo'p, bunimiz lotka nomli divanimiz bo'ladi. Mana transformer, mana spanli bo'lgan holatlar bor. Ham spanli, ham divan. Ham spanli, ham divan. Sondig'i ham bor. Materiallari qanaqa bo'ladi aka? Xo'p, chekalar displaminat, 100% ishlari sasna, teraylar umuman aralashmagan, 3 yil kafolatlari bor. Mana bu spanli holati bo'ladi mana. 2 kishi bemalol yotaveradi va mo'l qismidagi qo'llari yechiladi. Ha, olib qo'ysa bo'ladi. Olib qo'ysa bo'ladi. Hali olib kirish jihatlariga osonroq. 45 sm eshiklarni ham sig'ib transformer ekan. Bemalol ketaveradi, ha, transformer. Bu mo'shimi mana? Mo'shi material artib, yuvib ishlataverasiz mana. Ishlar mana nachos. Ichida mana sintfon, hali atxot narsalar ishlatmaganmiz. Qo'y. Yuvib, yana joyiga solib ishlataveradi. Titilmaydi, archilmaydi. 3 yil kafolati bor biz ishlarni. Razmeri nechiga nechi shunda bu? Xo'p, razmerlarimiz ichi 2 metrga 1.30 bo'ladi, spanli holati. Joygalashi 2.30 ga 95. Narxini qancha qilib berasiz? Buni 3,5 million so'm kam bor deb 3 million so'm sotyapmiz. 3 million so'm. Ha, 3 million. Dastlabki xizmatlari qanaqa? O'zbekiston bo'ylab. Dastlabki Andijon bo'ylab dastlabki xizmatimiz bor. Toshkent, Voha, unaqa joylarga Isuzu'lar o'zimiz xolis gaplashib beramiz. Borib, shopir bilan o'zimiz olib borib beramiz. Lekin rasa arzon bo'lar ekan. Men qimmat bo'ladi. Ha, arzonroq, iloji boricha arzonroq qilib beramiz. Chunki sizlar tomonlama bo'lib turib, klientlarni bir qator o'ylab turib qilib beramiz arzonroq. Aka, bu ikkalasi bir xilmi shunda hozir? Bunaqasi bu ham transformer ish va bunisini ham ko'rsatamiz. Ha, bu tay kirib ketadi. Bu mana tay kirib ketadi mana. Xo'p, bu qismi mana ko'tariladi. Ha, 2 kishilik bo'lib qoladi. Ha, hozir onalarga, hozir otalarga, sovg'alarga juda zo'r narsa va buni ham qo'llari yechiladi mana. Ha. Bu ham mo'shi material. Ishlashlari ham juda oson. Qiyinchiliksiz ishlaydi. Mana mexanizmlari ham yaxshisidan. 100% sasna bunimiz ham. Ikkalasi bir xil materiallari. Materiallari bir xil, mexanizmida farqi bor mana. Joy yotish qismlarida farqlari bo'ladi. Zo'r ekan. Bularimizni ham mana ichlari mana. Material, sintfon, nachos material. Narxini qancha qilib beramiz buni? Buni ham 3,5 million so'm deb 3 million so'm sotyapmiz. Oxirgi qadalgan sex chiqadigan narxi. Chunki o'zimiz tayyorlab yasaymiz. Sexdan shunaqa narxda chiqadi. Olib sotarmiz, o'zlarining sexi bor. O'zimiz yasab chiqaramiz. O'zlari chiqarishadi. Iceberg mebel fabrikadami afishalarimiz ham. Endi Jahon bozori shunaqa tiqim bo'ladi. Kelgan o'zi yaxshi bilishadi bu yerda. Ha, bozor kunida ishga kiramiz. O'zi bu yerga Namangan, Farg'onadan ham kelishar ekan. Ha, kelishadi. Namangan, Farg'ona, Qo'qon. Xo'p, bunimiz Atamanka nomli yangi modelimiz bu ham aka. Bu yerda mana sonda qismi bor. Bu narsalar solib ishlataverasiz. Polni laminat, xo'p, prujina, rossiyskiy mexanizm. Va buni ham mana spanli holat bo'ladi bunda ham mana. Qo'yil. Xo'p, razmerlari 240 ga 160. Spanli bo'lgan razmeri 140 ga 2 metr. Materiallari mo'shi buni ham artib, yuvib ishlataverasizlar. Keyin mana mexanizmlari bor, misol endi biz buni yonidagi yosh bolalar ham o'ynashadi. Ancha-muncha buzilmaydimi? Yo'q, xudo xolasa 3 yil garantiyamiz bor. 10 yillik stajlarimiz ham bor. Ustam Iskandar akam Rossiyada o'zi ishlab, hozir mana shu yerda 10 yildan beri o'zimiz qilyapmiz. 3 yil garantiyasini ham beramiz. Agar buzilib, netib qoladigan bo'lsa, o'zimiz borib, dastlabki xizmatni o'zimizdan borib, o'rnatib beramiz. Mana sizlarga yana qulay. Buni qancha qilib berasiz aka? Mexanizmini ham bir qator olib qo'yasiz, rossiyskiy. Temir mexanizm, temirlikdan ekanmi? Ha, temir mexanizm. Bemalol xizmatinglarni qiladi. Oxirgi narxini ayting aka buni. Xo'p, bularimizni 4,2 million so'm deb 3,600 ga beryapmiz. Beradigan sex chiqadigan narx. Tak. Xo'p, bunimiz ham xuddi shundan, faqat rasvetkasi boshqa. Rangi. Ha, rangi. Kimdir misol
uyga endi har xil narsalar tushadi, boshqa rangiga moslab qildiraveradi. To'g'ri. Aboyizga, pardazga. Aboyizga va ishlashlari ham mana oson, xuddi shunaqa temir mexanizmda bo'lgan. Zo'r. Deyarli hamma mebellar shunaqa transformer. Hammasi transformer. Endi videoda transformer mebellar chiqaramiz ekanda. Ha, albatta. Bunimiz ham bir o'zigacha fasonga ega bo'lgan mana. Transformer ishimiz mana. Tayda sondiqlar bor. Turetskiy mexanizmga ahamiyat berib qo'yasiz aka. Mashalloh. Xo'p, mana shu holatida aka 1.38 ga 2.10 spanli bo'ladi. Bemalol sig'ar ekanda. Bemalol sig'ib, ikki kishi xudo xohlasa xizmatinglarni qiladi aka. Hali onaxonlarga sog'aygan zo'r. Onaxonlarga sog'aygan zo'r bo'ladi. Ha, sog' hojana, hojayalarga, sog'alarga xudo xohlasa rosa bo'ladigan. Ishlashlari ham oson. 3 yil garantiyasi bor bunimiz ham. Qayda mana temirlar ham qo'yganmiz. Mashalloh. Buni hammasi shunaqa mo'yshi bo'ladi aka. Hammasi mo'yshi, artib, yuvib, bemalol ishlataveradi. Vlajniy salfetkada artib, titilmaydi, archilmaydi. Super mo'yshi ekan. Super mo'yshi. 3 yil garantiyalari bor. Ranglarini yana ham o'zgartirib berish imkoniyatlari bor. Ha, imkoniyatlari bor, kataloglarimiz bor. Agar misol razmerlarini o'zgartirib bering deydigan bo'lsa ham, razmerlarni o'zgartirib beraveramiz. Uyning o'lchami har xil keladigan holat bo'lib qoladi. Boshqa shunaqa vaziyatlarda uyga borib, bir qator o'lchab, uyga moslab ham beraveramiz. Endi misol zakaz berish narichada turadimi yoki qo'shni zakaz bersa keyin? Yo'q, zakaz bersa keyin tayyorlab beramiz. Xo'p, mana modelimiz ham bor. Bu yangi fason o'zimiz chiqarganmiz. Mana moloni ko'rdingiz-ku? Ha. Buni mono suyanadigan ham yotadigan varianti bu mana. Xuddi shuni suyanadigan yotadigan varianti. Buni qulayliklari kimdir misol spanli holati kalta deydi-yu. Bu spanli holati 2 metrga 1.80 bo'ladi. Shundan joy ekonom qilsa bo'ladi. Ishlashlari xuddi shundan rossiyskiy mexanizm. Qo'yib. Hammasi transformer. Buni qancha qilib berasiz? Xo'p, buni 4,5 million kam borda 3 million 800 ga qilib beramiz. Materiallari, ichki mexanizmlari ham mexanizm hammani sasni ishlatganmiz. Umuman tera ishlatilmaydi biz sexda. Bunday sasni chekaman laminat ko'rib turgan Evro samanizlarda qatirilgan. Hali nozik narsa emas ekan lekin. Yo'q, xudo xolasa kafolat beramiz ishlarga. Zo'r. Menga yoqdi lekin. Ishlashlari ham oson. Va kichkina qo'llari ham yechiladi mana. Yechib olib qo'ysa. Olib kelib olib tikish ham qulay. Qulay, har tomonlama qulay. O yarim holatda bo'ladi. Televizor ko'radigan holat deb qo'yamiz. Mashalloh. Gap yo'q. Ular 4,5 million so'm kam bor, opa. 2.40 ga 1.60 razmeri, spanli bo'lganda 1.80 ga 2 metr bo'ladi. Mana sonliqlari ham bor mana. 3 yil garantiyalari ham bor. Aka, bunimiz hozir ichkarida ko'rganimizni kreslo varianti, yosh bolalarga, bir kishi onaxonlarga, otaxonlarga. Xo'p, mana buni ham xuddi shunday sondig'i bor. Mana tagida sondiq qismi turetskiy mexanizm qo'yilgan. Kattaga nima rasod ketgan bo'lsa, bunga ham xuddi o'sha rasod bo'lgan. Mana bosh qismi. Bu ham 2.10 ga ichi 70. Joy egallashi 1.10. Osa bo'ladimi buni chekalar? Yo'q, bunisini osa bo'lmaydi, lekin uyga olib kirayotganda mana bu qismidan ko'tarib turib, antennik qilib kirsa bo'laveradi. Alohida qilib olib kirilaveradi. Ishlashlari juda yaxshi. Bo'lish qancha qilib berasiz? 2,5 million deb 2 million qilib beryapmiz aka. 2 million qilib beryapti. Bunisi-chi? Xo'p, bunimiz narigi modelda ko'rganinglardaqa mana bu ham spanli bo'ladi. Va tagidan chiqadi unikini ham. Bunda ham xuddi rossiyskiy mexanizm. Qo'llari yechiladi bularni ham mana. Bu ham polmoyshi. Ha, mo'yshi material. Nima yarim holatda ham bo'ladi. Televizor ko'rib, yonboshlab yotilmaydi. Yosh bolalarga ham zo'r ekanda bu. Ha, irg'ib, chiqib bemalol ishlashaveradi. 3 yil garantiyalari bor. Zo'r. Biz akalar bu yerdagi hamma mebellar shunaqa transformer ekan. Va bu tomonda ham bor aka. Ichkarini ham bitta ko'rsatib qo'ying. Bu молочница. Bu ham sizlardanmi? Ha, bu ham bizdan. Bu qanaqa endi? Bunimiz uголок aka. 3 metrga 2 metr razmerga tushadigan uголокimiz. Nima qulaylik bo'ladi bunda? Xo'p, bunda sondiqlari bor mana. Narsalar solib ishlataverasizlar behijolat. Va bunda ham spanli qismi bor. Mehmonimiz kelib qolsa, spanli holat qilaverasiz. Va ikkita qo'shimcha pufigi ham bor. Yonida? Ha, yonida. Bular ham mo'yshi, material 100% sasna, 3 yil garantiyalari bor. Narxini qancha qilib beramiz?
Xo'p, buni 4,5 million kamolda 4 million so'mga qilib beramiz. 4 million so'mga kerak oxirgi narxi. Men oxirgi narxini Andijonda so'rab dastavkalari olyapman, bor. oxirgi narxini. Oxirgi narxi, xo'p, mana mexanizmlari bu ham temir mexanizmda va sasna yog'ochlarimizni ham ko'rishingiz mumkin. Xo'sh, telefon raqamlarini ekranda qoldiramiz. Telegram, WhatsApplar borasizlarda. Ha, Telegram, WhatsApp. Aloqaga chiqib zakaz bersanglar, xohlaganlar skrinshot qilasizlar, Telegramga tashlaysizlar. Narxini kelishib zaklab tashlasa, Zaklatasiz o'zimiz chiroyli qilib manzillariga yetkazib beramiz. beradi. Aloqaga chiqaverasizlar Iceberg mebelga.